Assalamu alaykum, qimmatli qarindoshlar, yaxshimisizlar? Bugun 2021-yil 4-oyning 29 kuni payshanba. Bugun men tuvandagi mazmunlarni diqqatingizga sunmoqchi. Amerikaning iqtisodi bu birinchi faslda, ya'ni bu yilning birinchi faslida 1-oy bilan 3-oyning oralig'ida 6,4% surat bilan oshgan. Ya'ni bu yaqin 40 yildan buyon Amerika iqtisodining bir fasl ichidagi ish eng tez bo'lgan bir fasl bo'lib qolgan. Mutaxassislar Amerikaning iqtisodining ishini bundan keyingi oylarda, ya'ni bahor mezgillarida va yoz mezgillarida texnik yaxshi bo'ldi deb umidvorlik bilan qarashmoqda. Sabab birinchi fasldagi Amerika iqtisodining ishiga asosliq kuch qo'shgan yoki asosliq sabablar, shuni barliq kelgan sabablar kishilarningki tovarlarga bo'lgan ehtiyojining oshganligidan, ya'ni pul xarjlaganligidan deb tushuntirishdi bular. Yani bu Amerika hükümeti vabanın tüpeyliğinin kişilerin iqtisadi adedinden ziyade iqtisadi ahval naçarlaşıp etmesi için muayyen bir çek düşken yoki şart düşken kişilerge pul vergen. Yakında 3. ayda $1,400 pul vergen. Mana bu şundaq pullarning beriş tüpeyliğinde Amerika'da ahalininki amanet pul sommasi 1,9 trilyonga yetken. Bu tarihteki en yuqori bir Amerika ahalininki amanet pulu en yuqori bo'lgan bir yil ekan. Demak, bu kishilar qo'lida pul bo'lgandan keyin hajlaydi degan gap. Bular birinchi fasl pulni nimaga hajlagan desa, mashina sotib olishga, uy jihozlarini sotib olishga, velosiped va boshqa narsalarni sotib olishga, qisqasi, kiyim-kechak olish degandek mushtaq tovarlarga ko'proq pul hajlagan gap. Endi ikkinchi faslda iqtisod nimishqa yaxshi bo'ladi, texnik yaxshi bo'ladi desa, 140 million Amerika aholisining 140 milyoni hozir qadar kam deganda bir qitimdan vaksina urib bo'ldi degan gap. New York shtati bugungi bir jakasda 7-oyning 1-dan boshlab New Yorkni ichib o'tmoqchi. Ya'ni cheklama yo'q, basan kasang bo'ldi demoqchi. Birinchi faslda bu tovarlarga kishilarning ehtiyoji, ya'ni tovarlarga pul xarjlashi Amerika iqtisodining ishini keltirib chiqargan bo'lsa, hamda bu bahor va yoz mezgillarida vaksinaning urilishi, rayonlarning ichitilishi, qatnash aloqasining ravon bo'lishi, sayohatchilikningki kuchayishi bilan hamda kishilar mulozimatga pul xarjlaydi degan gap. Men tunugun idoramdan chiqib, tunugun idoraga borgandim, qarasam atrofdagi restoranlarda ko'mgan bir ahvolni ko'rdim. Ya'ni restoranlarning oldiga ustallarni tizib, gullarni tizib, odamlar maskasiz, nurg'un odam tomoq yeb, shunday o'ltiribdi. Demak, bu shundaq bir har xil cheklimlarning elitilishi tufaylidan kishilarning faoliyatlarida erkinlik bo'lgan vaqtda necha vaqtning yog'i saqlab kelgan pul uyning ichida turib odamlarni zerikib ketdi, endi shuni xarjlaydi degan gap. Iqtisodning ishida pul xarjlash nihoyat muhim. Yeningizda pul bo'lib, buni xarjlamasangiz iqtisodningki ishiga siz to'p qo'shamaysiz degan gap. Kishilarning qo'lida pul bo'lgan vaqtda xarjlaydigan gap. Odamlarning ehtiyoji bo'ldi. Shundaqla odamlarning talabi bo'ldi, ammo iqtisodda biz ehtiyoj bilan talabni boshqa tushuntiramiz. Talab ehtiyojning talabga aylanishi uchun cho'qim setilish kuchi bo'lishi kerak. Hozir kishilarda shu setilish kuchi bor. Ya'ni odamlar bu 1 yildan buyon idoralarga bormadi, uyda turdi, uyda xizmat qildi. Ba'zi odamlar ishdan tushib ketdi, to'g'ri, 10 necha million odam ishsiz qoldi, 16-17 million odam. Ammo iqtisodning yaxshilanishiga ergashib, bu ishsizlarning soni 10 milliondan ortiq odam ishlab bo'ldi. Ishsizlarning soni azayib mengyapti. Mana shunga qarab turib Amerikaning iqtisodi dunyoning iqtisodini yana so'rab mangdi, parovoz olab, motor olab oldida mangdi desak xatolashgan bo'lmaymiz. Bu bir iqtisodiy xabar. Hamda ikkinchisi Biden hukumati, ya'ni Joe Biden taxtga chiqqandan keyin 100 kun ichida nurg'un ishlarni barliqqa keltirdi, nurg'un loyihalarningki, ya'ni 11 loyihaning qonun bo'lishiga qo'l qo'ydi. Bunun içinde 1,9 trilyonluq asosiy muassasaga pul xarjlash ya bu taklifini o'tirib qo'ydi. 1,19 trilyonluq shu Amerika aholilariga yordam berish loyihasini qo'l qo'ydi. Shunga $1,400 pul keldi degan gap. Undan sirti har xil kichik ushaq yakka tijoratchilarga yordam berish loyihasini o'tirib qo'ydi. Men to'nogin bir yig'in qatnashmoqchidim, qatnashamadim, yana bir korxonchi sifatida qatnashmoqchidim. O'zim uchun bir kichik korxona qurib oldim. Shu shirkat. O'ningda
lekin 3000 dan ortiq, men 5 minutga chiqib qolibdim. 3000 dan ortiq odam shu Zoom yig'iniga qatnashibdi ekan. Men 5 minutga chiqib qolganim uchun men qatnashamay qoldim. Demak, Amerikada shu korxonachilar, xususiy korxonachilar, yakka korxonachilar buningga intayin diqqat qilgan gap. Ya'ni 29 milliard dollardek pul bor ekan. Buni bularmi shu yemak-ichmak sohasida, restoranchilik sohasida tijorat qilayotganlarga yordam bermoqchi ekan. Ba'zilarini qarz, to'van usulli qarz, ba'zilarini bekor bermoqchi ekan. Endi men qatnashish orqali nima qilmoqchi edim desa, shu uchurlarni egallab, shu pulga qanday erishgili bo'lganlik to'g'risida mana nimalarga shirkatimning nomidan mana qarindoshlarga Amerikada shu restoranchilik bilan shug'ullanayotgan qarindoshlarga bir shunday pulni oladigan bir ishni qilib beray degandim. Hapsona qatnashamay qoldim. Demak, mana bu shunday yo'layotdi demakchi. Tijoratchilarga mana shunday pul yuribdi degan gap. Iqtisodda, iqtisodiy faoliyatlarda asosligi mana shunday 3 gavda bor. Yani aholilar bo'ladi, shirkatlar bo'ladi, andan keyin hukumat bo'ladi degan gap. Markaziy hukumat mana hammasiga degidek pul berdi degan gap. Aholilarga ma'lum o'lchamga tushganlarga, tijorat shirkatlarga ma'lum o'lchamga tushganlarga, shuning bilan yerlik hukumatlarga, maktablarga degan bularga pul berdi degan gap. Shu vaboning ta'siridan nurg'un ishlarda iqtisodiy chekinib ketdi yoki ularningki bajgrim tuvallab ketdi deb hukumat pul berdi. Pul berayligandan keyin har tarafdan shunday pul bergandan keyin bu pulni kishilar, idoralar xajlaydigan gap. Xajlagandan keyin shu bu birinchi faslda bu asosiy talab tovarlarga bo'lgan gap. Ya'ni qanday tovarlarga desa, bunda shaldab qo'ymizga, sham to'rik deymizmi, uylarga qo'ydigan, uyga sashildigan, to'mir, manda mushuna narsalarga bo'lgan talablar ishib ketgan gap. Hatto shuni to'shib aqlishmi qiyin to'xtagan gap. Talab haddidan ziyada ishib ketgan gap degan gap. Shunga ma'lumki uyning basining ishkisi shu kishilarning qo'lida pul bor. Ondan keyin mortgage rate deb qo'yamiz, uy ilish uchun setib oladigan qarz, bankdan olgan qarz. Buningki o'sim nisbatan to'g'ri bo'lganlikdan talab nihoyatda ishib ketgan gap. Endi ikkinchi fasldagi faraz iqtisodning ish texnik yaxshi bo'ldi deyishimiz sabab, endi kishilar sayohatga pul xarjlaydi. Endi Amerikaning ma'lumki cruise deb qo'ydi, cruise ship deb qo'ydi-ku. Bunda cho'ng sayohatchilik parxodlar bor-ku. Men chiqib bakmadim, buningga dengiz, okeanga berib 15 kun shunda aylanib keladigan uya bir yerga beradigan. Onu 7-ci aydan boshlab ish yutilgan o'xshaydi. Demak, shu sayohat shirkatlarininki, havo yo'llarininki, aviasiya shirkatlarining paylari, hatto kino, televiziya, mushularning paylari ish oldida turdi, ya'ni oshmoqchi demakchi. Shunga men ba'zi qanday paylarni olsaq bo'ldi degan qarindoshlarga shuni bir tavsiya qilib qo'yay. Ya'ni mulozimat kasblarininki paylarda ish bo'lishi mumkin. Hozirgi shu yuzlanishdan qaragan vaqtda. Endi bu iqtisod to'g'risidagi gap. Endi o'zimiz to'g'risidagi bir gapga kelsak, Amerikadagi Yahudi jamoatininki ommaviy ishlarga mas'ul tashkiloti Xitoyning Uyg'urlarga qilgan o'tkazgan jinoyatlarni irqiy qirg'inchilik deb bularni shuna deb tonibdi. Ham butun Yahudi jamoatininki, xalqininki shu o'xshash bir ovozda so'zlab, buni ayblashini, Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan zulmini to'xtatishini buni talab qilibdi. Bu xabarga chiqibdi. Shuning bilan birlikda irqiy qirg'inchilik tamg'isini Amerika hukumati Xitoyga o'g'andan keyin bir necha davlat ifoda bildirdi. Kanadaning parlamenti, Gollandiyaning parlamenti va Angliyaning parlamenti. Shuning bilan birlikda Latviya hukumatimi Balqandagi. Bularmi buni irqiy qirg'inchilik deb taniymiz deb shu gaplarni da'vatgan. Lekin Avstraliya bilan Yangi Zelandiya bularning ifodasi toza degandek aniq bo'lmagan. Bo'pmi Yangi Zelandiyaninki tashqi ishlar ministrida ta'virlashib olgan qayta bu gaplar o'tirib qo'yilgandan keyin paketlarning ko'rsatilishi bilan ularda bu masalaga qayta qarab chiqish to'g'risida bir fikr bo'libdi. Yana Jasinda Ardernmi Yangi Zelandiyaninki bosh ministri ham tashqi ishlar ministri bu to'g'risida biz qarab chiqamiz deb. Qaranda ular shu Xitoyning biz qilgan Uyg'urlarga o'tkazgan jinoyatini irqiy qirg'inchilik deb bekitishni muzokara qildi ekan parlamentda oldimizda. Bu o'zimiz to'g'risida gap. Endi yana bir nantigadigan gapga kelsak,
Şifrlik pul haqida. O'tganda men Dogecoin to'g'risida so'zlagandim. Shu so'zlagan vaqtda Dogecoinning bahasi 24 sent bilan 28 sentning orasida tavrinib turadi. 4-oyning 27-kuni Elon Musk chiqiblam The Dogning dadisi deb SNL 5-oyning 8-kuni deb bir Twitter yo'llab qo'yishlar. Buning bahasi 15% o'sib 31-32 sent chiqib ketgan. Hozir yana 30 sent atrofida aylanayotdi. Qaragan vaqtda Dogecoinning bahasi 5-oyning 8-kunigacha shu kimninki Elon Muskning mush gepi bilan biroz o'sadigan o'xshaydi. Ammo mening Dogecoinning bahasini kuzatishimdan qaragan vaqtda Dogecoinning bahasining o'sishida uzun mezgil bir xil turg'unlik bo'lib, andan ma'lum bir shunday bir sabablar bilan bunda spike yuqori o'rlash bo'ladi ekan. Balkim Dogecoinning bahasi shu 20 necha sent bilan 32-30 necha sentning orasida tavrinib turishi mumkin. 5-oyning 8-kunigacha biroz o'sishi mumkin. Andan keyin tushishi mumkin. Mening tashabbusim o'tgangidek shu $500 yoki €500 ep qo'yib Yevropada bo'lsanglar yevro deymiz. Boshqa yerda Kanada yoki Avstraliyada bo'lsanglar shu yerning o'zining Kanada dollari yoki Avstraliya dollari deysizlar, shunchalik ep qo'yib tashlab qo'ysanglar, uzun o'ylab tashlab qo'ysanglar, bo'ldi pul yebijadi yo'q deb kallanglarni chiqarib tursanglar, uzun mezgildan keyin bir nimga yarab qoldi degan gap. Chunki ayni vaqtda Bitcoin chiqqan vaqtim kishilar buni chaqchaq, o'yon deb ko'zga ilmagan. Ya'ni $1 Bitcoin keyin necha yil o'tgandan keyin $1 million yarab ketgan. Ba'zilar hatto uni sal qarab pasportlarini unutib qolgan gap. Ya'ni sotib olgan narsani unutib qilib, o pulni olamagan gap. Shunga siz bu shifrli pulni olsangiz, satsangiz cho'qim shu ochgan hisobotlaringizdanki pasportlarni yaxshi bilishingiz kerak degan gap. Bundan sirt yana ba'zi qarindoshlar yana qanday shifrli pullarni olsak yaxshi bo'ladi deb degan, men biroz izinib baqdim. Men bak qimmatlarga tavsiya qilmayman. Hozir shu shifrli pulning ichida birinchisi Bitcoinning bahasi shu 47 ming bilan yaqinda bu yana 60 necha ming orasida tavrinib turdi. Hozir 52 ming ekan. Anadan sirt ikkinchi o'rinda turgani Ethereum. Ethereum bir chaqlarda o'tgan yillar necha $100 hozir $3000 yaqinlab qoldi. Ethereum shifrli pulning ichidagi ikkinchi o'rinda turyapti. Bu endi buning bir-birligi bak qimmatga $2000 necha dollar. Undan to'laroq men kishilarimizdan iqtisodiy ahvolni ko'z tutib, az pul bilan ko'p foyda tepishni o'ylashgan vaqtda ozroq xatar va az pul yo'qolib ketib qolsa mayli. Shunaqa. Ammo bir tavakkul qilib baqadigan ish shu shifrli pulning azini apiqish kerak. Bu azini apiqish kerak degan vaqtda mening ko'pchilik tavsiya qilganim ANKR deydigan bir pul va buning bahasi 12 sent bilan 17 sent orasida tavrinib turadi. Ashundan ko'proq yeb qo'ysanglar, 4-5 ming ep qo'ysanglar necha dollarli bo'ladi. Bir 2 yillikni hisob qilish mumkin. Andan keyin SVOT deydigan ashunaq bir ya'ni coin TORG men buni olmadim. Chunki men o'zim olmaganni demayman. Men o'zim bir ishni qilib ziyon tatib qolsam demayman, uni ozroq foyda ko'rsam sizlarga deb beraman. Mana sizlar foyda ko'rgansizlar deb. Chunki bir odam o'zi menga bir yo'lda menga o'rak tushib ketib qolsa, boshqalar mayollar mang desa, uning ziyonkashlik qilib qo'ygan, oxirgi hisobda o'zi ziyonkashlik qilib qo'ygan bo'ladi-da. Chunki yiqiluvchining qog'ishini olgan gap. Bir odam o'zi menga bir manzilga yetib yoki foyda ko'rib yo'lda ketib gullarni uzib, uni purab, azroq ko'ngil xush olgan bo'lsa, atrofdagi odamlarni shu yo'lda menga gul puraydi ekansizlar, ko'nglim yaxshi bo'lib qoldi ekan desa, ham bizningki diniy aqidamiz bo'yicha aytgan vaqtda savob oladigan gap. Shunga men o'zim ep baqqan pullarni deyapman. Masalan, ANKR deganni men o'zim ep baqdim kuni. Azroq foyda bor. Demak, sizlarga buni tashabbus qilyapman. Anadan keyin Cardano deydigan bir pul bor, o $2 dan to'van. Buni hisob qilish mumkin. Uningdanmi ep qo'ysam bo'ldi. Ammo men sizlarni boshqa qimmat yoki haddidan ziyoda bir sentning necha mingdan biriga to'g'ri keladigan mablag' men hozir tashabbus qilmay turman. Chunki uningki kompyuter mashg'uloti mana aytib murakkab bo'ladi ekan. Shu ANKR bilan shu Cardano degan shunga diqqat qilib qo'ysanglar bo'ldi, agar shifrli pul olamiz desanglar. Anadan sirt men yana Yevropadagilar, Angliyadagilar biz qanday usulda olamiz buni deb ekansizlar. Endi bir yerga qanday borman desanglar, yo'l ko'rsatish kerak. Shunaqmi? Men bir yerga mashina haydab borman yoki cho'ng yuk mashinasini haydab borman desanglar, kichik
velosipedga yo'lni ko'rsatib qo'ygan bilan bo'lmaydi. Shuning o'zgachilik bir yo'lni ko'rsatib berish kerak. Endi bu yerda men izinib baksam Binance degan bakan Yevropada shuni ishlatar ekan. Shu Binance'ni ishlatinglar desam, men o'zim Binance'ni bir yilning oldida ishlatib, azroq ishlatib keyin undan chiqib olgandim. Uningki zehnini bo'lmaydi. Men Coinbase bilan Robinhoodni ishlatyapman asosliqi. Shuning bilan Binance to'g'risida ba'zi fikrlar chiqdi. O'sha sazgur qarindoshlarimiz voy bu Xitoyniki emasmi deb. Buning qurg'uvchisi Zhao Changpeng degan Xitoy ekan. Bu Jiangsumo, Zhejiangda tug'ilgan ekan. Kichik chig'ida Kanadaga chiqib ketganmikan, Kanadada o'qib ketganmi? Ashunaq ekan. Bu shundoq nima bilan shug'ullanib, shifrliq pul savdosi bilan shug'ullanib beyib ketgan Xitoy ekan bu. Bu dastlabda 2005-yili Shanxayda bir shirkat qurib ekan, keyin u yerda shu har xil qoida tuzumda changib ketgandan keyin Yaponga ko'chibdi ekan. Undan keyin Yapondami bu changib ketgandan keyin Cayman Island degan, Cayman oroli degan yerga shu yerga ko'chibdi. Dunyoda umumyuzlik shuningki bu sistemni qo'llanadi ekan, Moon bir platform deymiz. Ya'ni yuk mashinasini haydash uchun manzilga berishingiz uchun yo'l bo'lish kerak. Shu yo'lni bu Xitoy shu munbarni yaratib beribdi-da. Ammo 2020-yili, 2019-yili, 2020-yili bu Hindistonning bir vazir deydigan bir shunday shifrliq pul almashtiradigan bir munbarni bu setib olibdi. Ammo 2020-yilga kelgan vaqtda Amerika hukumati bu shirkatning qurilmasini har xil usullar bilan almashtirib hukumatni aldaydigan bir qiliqni qildi deydigan shubhali yerim bor ekan, lekin dunyoda umumyuzlik hozir endi buni ishlatib o'tibdi, umumyuzlik ishlatib o'tibdi. Shunga sizlarga deb qo'ydim, endi men haqlar shuni ishlatib o'tibdi, shu Binance'ni ishlatib o'tibdi deb sizlarga desam, mana Xitoy qurib degan deb fikrlar chiqibdi. Onu bilib qo'ygan yaxshi, men tarixini qisqacha so'zlab berdim. Endi agar boshqa app bo'lsa, shuni ishlatib baqsam bo'ladi. Lekin Vibal deydigan bor, to'g'ri. Vibal degan ne bu Xitoylar qurgan ekan. Men uni tushirib olgan, uni ishlatib ketmadim. Onunga pul yetkazmay, shu asosli Robinhood bilan men nimaga Coinbase'ga yetkazib, mening qilayotgan aloqam mushu. Shunga Binance to'g'risida shubhalik o'yib bo'lib qolgan qarindoshlarga mo'shinchilik deb qo'yay. Bu Xitoyning Tayvanda nimasi bor ekan, ishxonasi bor ekan. Anandan keyin boshqa yerlarda ishxonasi bor ekan. Menimcha o kishilarning shaxsiy uchurlariga yo boshqalarga bular diqqat qiladi, qo'g'daydi demoqchi. Agar unda bo'lmaydigan bo'lsa, bu demokratik ellarda o yashamaydi, tunjiqib qoladi demoqchi. Xo'sh, andan so'ng oxirgi nuqtada bir gapni deb qo'yay. New York vaqt gazetining bir iston yozuvchisi Thomas Friedman deb. Thomas Friedman asli buning iddiasi yer sharilishini bak tashabbus qilgan bir odam. Yer sharilishgan vaqtda dunyo takshlikka qarab The World is Flat degan bir kitob bor, buning dunyo takshi deb. Shu har xil iqtisodiy farqlar, ishlab chiqarish unumdorligi jihatdagi farqlar, texnik farqi nurg'un narsalar yo'qolib, oxirida dunyoda takshi bo'ladi. Yer sharilish yaxshi deb shunda shab qilgan. Ammo yaqindan buyon buning ko'z qarashi azroq o'zgarish bo'ldi. Bu o'zini aytdi, Xitoyga mayil, Xitoyni shundoq madilabroq, shundoq mayron qilgandek shunday maqolalar yozgan. Yaqindan buyon buningki bu kishiningki ko'z qarashida o'zgarish bo'lgan o'xshaydi. Bu 27-yilda New York vaqt gazetiningki obzorchi sahifasida bir maqola yozibdi ko'z qarashini. Ya'ni Amerika bilan Xitoyning o'rtasida urush yuz berishi mumkinmi deb. Umuman aytgan vaqtda bu James Stewart degan bir 2034-yilgi urush degan bir kitobni yozib ekan. Ya'ni Amerika bilan Xitoy armiyasi dengizda urush qiladi o'sha chaqda. Bu odam bu xil 2034-yilga 14 yil bormi, 13 yil bormi, uning qanday bo'lib qolishi mumkin. Biroq biz kuchli bo'lsak, bu urush bo'lmaydi. Ammo kuchli bo'lishimizning eng muhim usuli nima deganda biz texnik jihatdagi, sun'iy aql jihatdagi, bulutliq hisoblash jihatdagi, anandagi makro o'zakcha jihatdagi, texnik jihatdagi afzallikni qo'ldan bermasaklar, dunyoda oldingi o'rinda tursaqlar, bu ishlar yuz bermaydi. Agar biz texnikada chekinsak, iqtisodiy kuchimiz ojizlasa, shundaq o'zimiz davlat har xil o'xshamagan qarashdagi kishilarning, siyosiy qarashdagi kishilarningki nizolarga petib qolsa, ham madaniyat jihatdan, ham har qaysi o'xshamagan irqlar tufayli o'tirisidagi munosabatni yaxshi hal qilmasak, bizning demokratiyamiz toza yaxshi
davomlashamasa bu urush yuz berdi. Demakchi, ojiz bo'lib qolsa haq qilib urdi demakchi. Shunga biz kuchlik bo'lishimiz kerak. Kuchlik bo'lgan vaqtda haq uranmaydi, haq ehtiyot qiladi demakchi. Bu o'yliqi Pompeo'ning bir gapi bor-ku, ojiz tursang haq urdi, kuchlik bo'lishing haq hujum qilishing uchun emas, o'zini qo'g'dishing uchun deydigan. Shu gap bilan o'xshashroq bir gapni qilibdi. Buni da xabar deb qo'yg'aysizlar. Ammo rahmat hammanglarga bu ulug' oy kunlarda yaxshilik, tinchlik, to'g'ri fikr, sog'lomlik, umidvorlik tilayman albatta.